Limonning bir eng yaxshi tarafidan biri bu hech qanday bir ko'p issiqlikdan talab qilmaydi. Ko'p bir tarbiyani ham ko'p talab qilmaydi. Buning eng yaxshi yeri hozir mana shu ko'rib turgan yerlaringizda da bitta quyoshning o'zining qizdirgani bilan shu sharoitning o'zida mana shu darajaga kelib turibdi. 2021-yil ekilgan bular. 3 yildan beri mevasini olamiz. O'tgan yil, bu yil yaxshi meva berdi. Shu yerda mana 9 tip bor. Hozir o'tgan yil 300 kilodan ortiqroq, bu yil 400 kiloga yaqin hosil berdi shular. Hosillarni terib oldik. Terib olib turib, hozirgi oxirgi ishlovlarni berib, tayyor qilib qo'yibmiz. Endi Xudo xolasa bir udabreniya berib, tiylarni ham chopib qilamiz. Shuning bilan fevral oyi tinch turadi bular. Mart oyina qarab, aprel oyida уже gullab boshlaydi. Endi klubnikani ham buni bunday qarasangiz bir oddiy narsa ko'rinadi. Lekin buning hosili, buning ertang bozori yaxshi daromadli narsa bu. Limonni misol uchun 9 oy kutasiz buni. Gullaganidan pishgancha 9 oy vaqt ketadi bu limon deganga. 9 oyda pishib yetishadi. Lekin bu klubnika deganingiz bir yilda 3-4 marta hosil beradi. Bu tinmay teriladi. Yana bozor bundan kam bo'lmaydi. Bozorda ham. Buning shuning uchun daromad yog'idan qaraganda, ekonomik ham daromadi yaxshi.